Oldingi o'quvchilarimiz maktab bilimi bilan izlanish yo'qolib boradi. O'quvchi shart emas, ko'chaga chiqdi, pul sarflab o'qishi. 11-10 darajada 9-sinf bolalar уже maktabga kelishi kamayib ketgan. Ular qo'shimchaga borib faqat insga tayyorlanadi. Bizning ota-onalarimizda bolani ta'limini birinchi o'ringa qo'yishmaydi. Endi hamma deb ayta olmayman. Bor. Hozirgi kunda repetitorlar juda ham rivojlanib ketgan. Qo'shimcha dars beradigan o'qituvchi bilan maktabda dars beradigan o'qituvchini bilimi qanaqa darajada deb o'ylaysiz? Ularni bilim o'qituvchini bilimiga yetarli emas. Unga ota-onalarni ham jalb qilishimiz kerak. Maktabni o'qishi tekin bo'lgani uchun balkim o'qituvchilarning obro'yi tushib ketganmi? Bu degani ta'lim birinchi o'rinda emas ular uchun. Pul berib bola o'qishga borgani uchun o'qiydi. 12 yillik bepul ta'limga qanaqa qaraysiz? Ta'limni yaxshi rivojlantirish uchun birinchi navbatda sinfda bolani sonini kamaytirish. Hozir ko'p joylarda eshitamiz, dars taqsimotida muammolar bo'lyapti. Masalan, fizikani eski 50% o'quvchida kitob bor, 50% o'quvchida kitob yo'q. Hozir qo'l qo'yishim mumkin $1000 ga, lekin shundoqga bermayman. Shunaqa narsalar qilinsa juda ham zo'r bo'ladi. Bugungi suhbatdoshimiz oliy toifali ustoz, 50 yillik pedagogik stajga ega, Haq ta'lim a'lochisi, Do'stlik ordeni sohibasi, Qibray tumani 30-umumta'lim maktabining fizika fani o'qituvchisi Adilova Mashkura Nasirovna. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ustoz, sizga savollarimiz bor edi mana shu maktab mavzusida. Siz uchun o'qituvchilik kasbining eng qiyin tomonlari nimadan iborat? Bu haqda nima deyishim mumkin? Har bir kasbning o'zini qiyinchiligi bo'lgandek, o'qituvchilik kasbining ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi. Birinchi navbatda sinfga kirganda o'tirgan o'quvchilarni psixologik xarakterlarini yaxshi bilish kerak. O'qituvchi har bir bola bilan suhbat o'tkazayotgan vaqtda shu bolaning xarakteriga, gapni qanaqa o'qib olishiga e'tibor qaratish kerak. Hamda shu darsni o'tayotgan vaqtida o'qituvchilarni o'ziga qarata oladigan qobiliyatga ega bo'lish kerak. Ana shundagina o'qituvchi o'zini darsini normal holatda o'ta oladi. Bo'lmasa qiynalib qoladi. Boshqa qiyinchiliklari yo'q. Yo'q. Endi qiyinchiligi agar o'qituvchi o'zini fanini yaxshi bilmasa albatta qiynaladi. Lekin fanini yaxshi bilgan o'qituvchi qiyinchilikka duch kelmaydi. Faqatgina o'qituvchi o'quvchi bilan muomala qilishdagina qiynalishi mumkin. Lekin darsini bilgan o'qituvchi darsida ham, dars o'tayotgan vaqtda ham qiynalmaydi. Dars o'tish jarayonida bolalarni tarbiyasi qanaqa rol o'ynaydi? Albatta bolalarni birinchi navbatda o'ziga qaratib olish kerak. Turli usullari bor bu usullarni. O'sha har xil dars o'tish uslublaridan foydalanib, bolani o'ziga qaratib, inekin dars o'tish kerak. Keyin darsni boshlash kerak maqsadda. Keyin darsni boshlash kerak. Bo'lmasam bolalar har xil xayolda, har xil vaziyatda o'tirgan bo'lsa, Diqqatini yig'ib olish kerak diqqatni maqsadda. yig'ib olish kerak. Keyingi savolimiz, sizningcha bugun umumiy o'rta ta'lim maktabini bilim berilishi, ya'ni o'quvchilarga bilim berishi yetarli deb o'ylaysizmi? Albatta yetarli. Chunki dars berayotgan o'quvchilarimiz hammasi universitetlarni, institutlarni bitirib kelishgan, bilimga ega. Albatta bilimini yetkazib bera oladigan darajadagi ustozlar, Oliy ma'lumotli, mana prezidentlarimiz tomonidan hozir qayta tayyorlovlar tashkil qilinyapti. O'z ustida ishlash uchun hamma sharoitlar yetkazib berilyapti. Albatta o'qituvchi bilim bergandan keyin o'quvchi mustaqil tayyorgarlik ko'rishi kerak. Bunga ota-onalarni ham jalb qilishimiz kerak. Endi men chetga chiqaman, men ancha yillarni biri o'qib dars berib kelayotgan bo'lganligim uchun juda uzoq bir davrda ishlaganligim sababli oldingi o'quvchilarimiz maktab bilimi bilan institutga kirgan. Shu masalada aytyapmiz, savol beryapmiz dedi shu masalada. Ular uyga berilgan vazifani mustahkam tayyorlashgan. To'g'ri, ba'zi bir hollarda haligi uyda sharoit bo'lmasligi yoki biror bir ishi chiqib qolib uyga vazifa bajarilmasa, boshqa paytda doimiy bajarib kelishgan. Hozirgi kunda fan texnikaning rivojlanishi, mana bu kompyuter degan narsa, telefon degan narsalarning chiqishi bolalarimiz ozgina kitobga bo'lgan munosabatini o'zgartirdi. O'quvchilarimiz kitobdan emas, shu qo'llaridagi telefondan yoki kompyuterdan foydalanishga harakat qilishyapti-yu, lekin erta tayyor narsani o'rganib turib, Izlanish yo'q demoqchi. izlanish yo'qolib boryapti. Ana shuning uchun ham
ota-onalarimiz o'rtasida ham, o'quvchilarning ham o'rtasida ham faqat qo'shimcha repetitorlarga borgan o'quvchigina nimaga kira oladi, o'qishga kira oladi. Maktabdagi dars ikkinchi darajali bo'lib qoladi. Lekin maktabdagi berilayotgan dars birinchi darajali dars hisoblanadi. O'quvchi maktabdagi darsni yaxshi bilsa, albatta o'sha repetitorga borgandan keyin ham bu narsani yaxshi o'zlashtirib oladi. Yaxshi bilimga ega bo'ladi. Lekin hozir bizning bolalarimiz faqat murakkab o'rganyapti, oddiyni ikkinchi darajada o'rganyapti. Lekin men o'ylaymanki, birinchi oddiyni, keyin murakkab o'rganish kerak. Oddiydan murakkabga qarab ketish kerak. Oddiydan murakkabga qarab ketish kerak. Men bitta nima aytaman, mana imorat quradigan bo'lsak, mana birinchi navbatda o'sha arxitektorlarimiz shu bo'ladigan tabiatda bo'ladigan hodisalarni albatta hisobga olgan holatda poydevorini boshlaydi. Mana oldingi paytlarda 1966-yilda yer qimirlagan paytda mana shu O'zbekistonda juda ko'p uylarimiz qurilgan. Chunki ularning poydevori juda mustahkam, kichkina bo'lgan. Bizda mana shu poydevori mustahkam qilsak, ya'ni kengaytirsak, bu degani boshlang'ich sinfda bilim yuqori bo'lishi kerak. Ikkinchisi o'sha poydevori tepasiga yana bir poydevorcha qo'yiladi. Bu poydevorcha bizning yuqori sinfimiz hisoblanadi. Bu poydevorimizda ham yaxshi bilim oladigan bo'lsa, o'quvchi shart emas, ko'chaga chiqib boshqa bilimini oshirishi. Pul sarflab o'qishi shart emas. Maktabda to'garaklar tashkil qilinadi, qo'shimcha darslar tashkil qilinadi. Mana shularga kelib o'zini olgan bilimini yana ham mustahkamlasa, bemalol hozirgi institutlarimizga kirishi mumkin. 11-10 daraja 9-sinf bolalar уже maktabga kelishi kamayib ketgan. Ular qo'shimchaga borib faqat institutga tayyorlanyapti. Bunga fikringiz qanaqa? Bunga fikrim salbiy. Ijobiy emas. Sababi chunki boshlang'ichni bilmasdan turib yuqoriga intilyapmiz, lekin oldin boshlang'ich, keyin yuqori bo'ladi. Oldin maktabni yaxshilab o'qish kerak, mayli. Bugun mana shu fanni o'rgandimi, ertaga chetga chiqib borib o'sha repetitorda o'sha bilim olsa, bilim juda ham mustahkam bo'ladi. Bemalol o'sha davlatimiz tuzib bergan testlarni bemalol yecha oladi. Lekin bolalarimiz oddiyni bilmasdan turib yuqoriga boryapti. Mana bu yilgi natijalarimga qarab gapiradigan bo'lsam, mana bitta o'quvchim bo'lgan. Bu o'quvchim repetitorga bora olmadi, sharoit og'ir bo'lganligi uchun. Ishladi, lekin maktabni bir kun ham qoldirgani yo'q. Maktabda hamma darslarga normada qatnashdi. Birinchilardan o'quvchilarimizdan birgalikda institutga topshirdi u ham, lekin birinchilardan bo'lib institutga kirdi. Demak, maktab bilimi bilan institutga kiryapti. Demak, maktabdagi o'qituvchidan olgan bilimi bilan har bitta o'quvchi institutga kira olishi mumkin. To'g'ri, rahmat. Hozirgi kunda repetitorlar juda ham rivojlanib ketgan. O'sha qo'shimcha dars beradigan o'qituvchi bilan maktabda dars beradigan o'qituvchini bilimi qanaqa darajada deb o'ylaysiz? Bilimi ularni bilimi o'qituvchini bilimiga yetarli emas. Men shunaqa fikr bildiraman. Ular bitta o'sha kitobdagi narsani bir necha yillar davomida takrorlanib yechayotganligi uchun bolalar uni kuchli deb o'ylaydi. Lekin o'qituvchi bitta juda ko'p narsani o'tib boradi. U bitta kichkina programma asosida ishlaydi. O'qituvchi juda kengaytirilgan programma asosida. Ta'lim maktablarida misol uchun 8-sinf o'qituvchisi 5-sinfga ham dars berishi mumkin, o'rganish kerak, to'g'rimi? 10-sinfga ham dars beradi. Uni programmasini ham o'rganish shart-da, to'g'rimi o'qituvchilar? Shunaqa-da. Siz aytayotgandek repetitorlar unaqa qilmaydi, ular faqat o'sha kitobdagi mana bitta kitob chiqarilib qo'yilgan. Har yili o'zgartirilgan, ichidagi soni o'zgartirilar ekan. Lekin o'shani biladi. U yodga bo'lib ketadi. Mana necha yillardan dars berganim uchun har bitta sinfda qaysi mavzu qanaqa o'tilishini bilganimda, ular ham o'sha har bitta o'tilib yechadigan masala misollarni oddiygina qilib yechib ko'rsatadi. Keyin ustoz repetitorlarga odamlar pul to'lab boriladi o'qishga. Maktabni o'qishi tekin bo'lgani uchun balkim o'qituvchilarning obro'yi tushib ketganmi? Farqi bor ikkalasi. Nega desangiz, pul berib bola o'qishga borgani uchun o'qiydi. 12 yillik bepul ta'limga qanaqa qaraysiz? 12 yillik bepul ta'limga men ijobiy qarayotganim yo'q. Hozir maktabimizda o'zi tashkil qilingan 12 yillik ta'lim, mana 0 sinfimizda bor.
Olovoy sinfimizda 11-sinfga 10 soat 11gacha dars beriladi. Shu maktabda, 9-maktabda nolovoy sinf tashkil qilingan. Bizda 6 yoshli deb aytilgan. U paytda 6 yoshli bolalar qabul qilib olingandan keyin ularning alohida yotoqxonasi bo'lgan, alohida o'yinxonasi bo'lgan, alohida o'ziga 3 mahal ovqat bilan ta'minlangan, har xil o'yinlar tashkil qilib bolalar o'qitib borilgan, o'rgatib borilgan. Bu 12 yillik ta'limni tashkil qilgan o'sha paytda. Lekin hozirgi mana 11-12 yillik ta'limda agar shunaqa narsalar qilinsa juda ham zo'r bo'ladi. Bolalar shu davrda ham 12 yil o'qisa ham yomon o'qimagan. Lekin hozirgi shu kundagi qilinayotgan 12 yillik ta'lim bo'ladigan bo'lsa, bu natija bermaydi. Faqat 3 soat o'qib ketish bu bilim oldi degan emasda. To'g'ri. Mashg'ulotlarni kuchaytirish kerak. Shu bilan Albatta. sharoitini yaratib berish kerak. Mana ertalab kelib 1 soat o'qilardi o'sha paytda. 1 soatdan keyin bola choyga borardi, choy ichib kelardi. Keyin birpas o'ynatilardi, o'yin xonalari bo'lgan, o'zi chiroyli, o'zini o'yinga tashkil qilingan mebellar bilan ta'minlangan o'sha paytda. Keyin dars o'tilardi 2 soat. Ularniki 30 minutdan bo'ladi darsi. 30 minutlik darsdan keyin yana o'yin tashkil qilinib, qorni ochilib, obedda borib ovqatlantirilgan, 2 xil ovqat berilgan, birinchi, ikkinchi qilib. Keyin uxlatilgan, dam oldirilgan bolalar. Undan keyin turib, ovqatlanib, yana ozgina mashg'ulot o'tib, nega uyiga jo'natilgan. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, 12 yillik ta'lim juda ham yaxshi bo'ladi. Rahmat. Ustoz, ta'limni yanada rivojlantirish uchun qanday o'zgartirishlar qilish kerak deb o'ylaysiz? Ta'limni yaxshi rivojlantirish uchun birinchi navbatda sinfda bolani sonini kamaytirish kerak. O'sha bola soni qancha kam bo'ladigan bo'lsa, endi bo'lib o'qitiladigan sinflar uchun emas, men umumiy holatda aytyapman. Bola soni qanchalik kam bo'ladigan bo'lsa, dars shunchalik sifatli bo'ladi. O'quvchilardan shuncha ko'pidan so'raladi. Ulguriladi, uyga vazifani, berilgan topshiriqqa, yangi mavzuni tushuntirgan. Yaxshi amalga oshiriladi. Bu bittasi. Ikkinchisi, o'quvchilarning hammasi darsliklar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Hozir ba'zi bir o'quvchilarda darslik bor, ba'zi bir o'quvchilarda darslik yo'q. Darslik bilan to'liq ta'minlangan bo'lishi kerak. Uchinchisi, hozir yangi kitoblar ham chiqyapti, o'sha eski kitoblardan ham foydalanyapmiz. O'qituvchi uchun metodik kitoblar chiqarib berilishi. Ana shu metodik kitoblar bo'lsa, o'sha metodik kitoblardan o'qituvchi o'rganib, bemalol o'quvchi bilan bemalol ishlay oladi deb o'ylayman. Shunda ta'lim sifati yaxshi bo'ladi. Hozirgi kunda ham kitoblar yetishmovchiligi mavjudmi? Bor. Bormi? Chekka qishloqlarda, chekka viloyatlarda yetishmovchilik bor, to'g'ri. Shunisi ham bor. Mana bu yangi chiqmadi-ku, 8-sinflarda, 9-sinflarda yangi kitob chiqmagan, 11-sinflarda. Bu hozir 5-6 yillik kitoblarimiz o'qiyapmiz. Yo'q, bo'ldi, bizda 8lik keldi, sekin-sekin astalik bilan kelyaptilar. Endi kelyapti, hali bizga yetib kelmadi. Masalan, fizikani eski 50% o'quvchida kitob bor, 50% o'quvchida kitob yo'q. Biz ham chekka qishloqlarga kiramiz, shuncha orqada qolib ketgan bo'lsa kerak, lekin shaharda ham shoh bor. Agar men gapimni yozib qo'ysangiz. Shu joyni olib tashlaylik. Ta'lim 360 kanalining asosiy maqsadi ta'lim jarayonlarini har tomonlama to'liq va xolis yoritishdir. Blog orqali yoritish ta'limning ilg'or va ijobiy jihatlarini ko'rsatish bilan birga mavjud muammolarga yechim va taklif qilishni ham o'z oldiga maqsad qiladi.